ayrim xonadonlarda ozgacha yomg'ir bo'lsa 4 ta odam kira olmaydi. Hovlilar loy bo'lib, bu tomonda chorva, bu tomonda parranda, ana shunday go'ng aralash hovlilar loy bo'lib, janoza namozini o'qiy olmay qolgan sharoitlar bo'lib qolyapti. Shunday holatlar kuzatilyapti. O'ylab ko'ring, mahalladosh, mana shu mahallamizdagi masjidimiz mana ota-bobolarimiz o'tib ketdi. Bobolarimiz, otalarimiz o'tib ketdi, akalarimiz o'tib ketdi. Sizni bizniki, mana shu kelajak avlodga chiroyli qilib sharoitlar yaratib qo'ysak, mana juda chiroyli joylar bo'ladi. Ertaga ko'tarib kelamiz. Mana shu kimnidir xonadonida sharoit bo'lmaydi janoza o'qishga. Ko'tarib kelib, mana shu yerda chiroyli qilib janozani o'qib, joyiga olib borib qo'yib kelaveradi. Mana shunday do'stlar, masjidimizda qurilish ishlari uchun harakat qilaylik. Ota-bobolarimizni qilgan hasharini davom ettiraylik. Sog' bo'linglar.